Yo bolalar, hammaga assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Xullas, sizlar bilan do'stlar, bugun juda ham ajoyib bo'lgan survivalni qilamiz. Oroldagi juda ham katta orol emas, joy unaqa katta emas, lekin kichikroq orolda survival qilamiz. Bizda bo'lsa bitta daraxt, shakarqamish va o'zingizlar ko'rib turibsizlar. Demak, biz daraxt chopib olamiz. Hayotinglarda nimalar bo'lyapti? Nima kamchiliklar akalar? Nima gaplar? Menga obuna bo'ldinglarmi? Like bosib qo'yinglar. Anchadan beri video chiqarmayapman. Shu sababdan obunachilarim ham ozayib ketdi. Вообще yana ko'rishlar soni ham kam. Tushaman endi bu daraxtga, yaxshi tushdi endi. Tushmaydim deyapman. Nima gaplar o'zinglarda? O'zimda ham bitta ikkita kamchilik vaqt anaqalar bo'lmasdan video ola olmadim. Endi bizda 4 ta daraxt bor ekan, bunga rivojlanamiz do'stlar. Versagimiz bor. Endi bu yer nima bu? Chuqurmi yo? O'ta chuqur emas ekan, bu yerda yopib tashlaymiz. Kerak emas o'zi. Bu orolda biz 100 kun yashab qolamiz do'stlar. Hammani ogohlantirib qo'yay, xullas. 100 kun mana shu orolda yashaymiz. Endi ko'rishinglar mumkin. Bu orolimiz juda ham daraxt oz bu orolimizda va bu orolimizni juda ham katta qilib biz aniq uylar qurib, xullas zo'r qilib tashlaymiz-da. Hali xuddi hayotiy olamga o'xshatib uylar qurib, zo'r uylar quramiz. Fermalar qurib tashlaymiz, hali mob ferma quraman. Albatta. Lekin yerda g'orni tagiga kirib bitta lava topib chiqmasam men bo'lmaydi, chunki tosh kerak menga juda ham ko'p. Tosh ferma qurib qo'yaman tepaga. Keyin temir topish kerak do'stlar, birinchi navbatda. Yetar mencha 24 ta anaqa temir, tosh 25 dirgan. Avvalambor bitta kirka yasaymiz. Lapatka, qilich va bolta yasaymiz. Ikkita pechka. Endi nimaga bu yer desanglar, akalar, bu yer anaqa uchun. Hali hayvonlar uchun-da, hayvonlar tiqilib yotibdi, yoshlar yo'qolib yo o'lib bir bola olib ketmasligi uchun. Yo'qolib ketadi-da, 1-2 kundan yuradi, undan keyin yo'qolib ketadi. Shu sababdan biz o'sha yerga anaqa qilamiz. Nima deydi? Hayvonot bog'i qurib turaylik. Biz o'sha yerda, mana shu yerda saqlaymiz. Menimcha o'lmaydi degan umiddaman. Palakat. Qorin uji ochishni boshladi. Bitta ovqat ketdi uji. Yuring janob. Sizni buyuk kishilar kutmoqda. To'xtinglar, oldin ozgina loykalar olinglar, aytdi oldin to'sgan. Mayli. Bu yerni chuqur qilib ko'ramiz. Ketdik. Yuring. Yuring janob o'g'lilar. Kiring. Yuring. Bo'ldi. Jam turib turamiz shu yerda. Biz urug' olishimiz kerak endi, bo'lmasam bo'lmaydi. Qani, keyin suv yo'qsa bo'lam bironta anaqadan. Voy, taxtali yasavardim. Voy, 3 ta taxta, 2 ta taxta ketdi o'g'il. O'zi bitta urug'im bor. Uni o'sishini kutish kerak endi.
Ungacha urug'lar olib turamiz ko'pgina. Tovuqni hozir atak olib kirsak bo'ladi tovuqni. Mana o'zi orqamdan yuribdi. Ratichka yo'qolib qolmang. Aka, yur, ketdik. Bular tovuqlar hozircha olib kirib turamiz. Voy. Keldi. Siz nima chiqyapsiz? Keldilar. Kiring. Janob, kiring. Janob chiqarmasdan ular chaqirish kerak. Kelinglar. Bo'ldi, qamab qo'ydik. Endi ularni ham ekib qo'yamiz. Endi bizga endi unaqa ko'p narsa kerak emas. Palagat. Men o'yladim bana bitti. Bizga unaqa ko'p narsa kerak emas. Shu hisobdan mollarni ozgina qiramiz. Qo'ylar o'zi 3 ta ekan. 3 ta yetadi menimcha. Ovqatni pishirishga qo'yib qo'yamiz. Narsamiz ham yo'q. Kattaroq g'or topish kerak. Pastga qarab kavlayman men. Eng kattaroq g'or chiqib qolar degan umidda. Ona temir. Do'stlar, menda cheat yo'q просто. Bu Minecraftda cheat bo'lmaydi, hamma biladi, lekin meni omadim keldi. Nechta temir bu yerda вообще ko'rmayapti, bu nima tayram yog'i. Yaxshi, omad kulib boqdi bizga. Shu kalab ketaveraylikchi mana shu yo'lda. Qanaqadir omadli joyim bu yer. Bu kremini ham chiqdi. Ko'mirim mana. Da, ko'mir. Kremini qaraq ko'rmay tursam, shu ko'mirni kala olsam, kafal kelyapsam. Mana yorug'likda bu endi. Kremini tushyaptim faqat. Mana. Olamiz. Yo, o'zi bitta erigan olasan. Voh, temir do'stlar, yana temir. Temir bizda deyarli ancha bo'lib qoldi, deyarli. Temir asli qalay istaymiz. Keyin chiqsa daraxtimiz o'sgan bo'lsa yaxshi bo'lardi. Chiqqanimizcha. Chunki bizga juda ham ko'p daraxt kerak. Daraxt bo'lmasa bo'lmaydi. Yana tushamiz endi pastga. Yo'q, pastga tushimiz ekan. Mana shu yerdan chiqib turaveraylik tepaga. Qorong'i tushdi, uji tepada skelet narsalar, zombilar tug'iladi, o'shalar narsalarni olamiz. Skeletni ayniqsa. Mana shu yerda eslab qolish maqsadida biz bunaqa qo'yamiz. Kech kirmabdi. Endi kerak. Menga mashina qo'yib qo'yaylik. Daraxt. Shakar qamish bor bizda. Shakar qamishni ko'paytirishimiz kerak. Nimaga kerak bu desanglar?
What? Orol bor ekan do'stlar bizdan nariroqda. Bu sitga kirganim xolosmi? Bu sit nomini keyin aytaman. Keyingi videolarda sidni anaqasi nomerini. Men buni ko'rmadim bu orolda lekin. Keyingi qismda borib ko'ramizmi unga? Intriga qolsin keyingi qismda. Like bosib obuna bo'linglar do'stlar. Keyingi qismda albatta o'sha yerga boramiz. Mana o'sha yaxshi. Mana shu yerda narsa tug'ilaversin bo'pti. Shopgina tug'ilsin menga desa. Aytmoqchilar. Ko'mir bor bizda. Iskeletlar tug'ilibdi o'zi. Iskeletlar tug'ildi. Bo'lsa, bunga temir hisoblaymiz. Ovqat yeylik. Ovqat yeb olganimizdan keyin borib iskeletlar o'ldirib, suvagini olib daraxt o'stiramiz do'stlar. Keyin daraxt o'stirgandan keyin eng asosiysi mana iskeletlar o'ldirish. Bizga iskelet juda ham kerak. Qum. Wow! Iskelet tepaga chiqarib qo'ydi. Creeper'da. Nima bo'lyapsan? Ushasanmi? Hozir o'laman. Hozir o'laman bo'lmasa o'laman. Qo'yimni o'ldirma, yaramas, apris. Marras, yoqimsiz. Qo'yimni o'ldirma, yoqimsiz. O'ldirasan hozir meni. Orqa tomoniga o'tib olamiz do'stlar. Uyni orqa tomoniga o'tib olamiz. Va mana shu yerda yetimcha. Xoroma. Suva tushdi. Ke suvga tushirib yuborish kerak buni. Bo'lmasam hozir orolimizni bo'qini chiqaradi. Yaxshi. Ozgina bo'lsa ham asrab qoldik. Ke chiq. Birga jang. Jang. O'rgimchak qo'shilmay tursa-da, hozir o'laman. Qoch va yana qoch. Kelinglar. Voy, wow. Ko'payib ketishdi. Ko'payib ketishdi. O'rgimchak o'zi kerak bo'ladi bizga, chunki hali damlama yasaymiz. Inayniga keldim bu yerga. To'g'ri tushmadi. Ovqat oz, ye ovqatni. Jon to'ldirish kerak. Jon tezroq to'ldirish kerak. Mana shu yerda o'tirib turamiz endi do'stlar. Menimcha hozircha intriga qilishni vaqti emas. Men jonim to'ldi do'stlar. To'lgandan keyin men zerikib ketdim bu yerda va bu yerda o'tirishdan ma'no topolmadim va bu yerdan ketamiz. Skeletlarni o'ldiramiz. Zombilar kerak emas, senlar menga skelet kerak, eshityapsanmi? Creeper ham kerak emas. Ular yo'qolib qolmasdan olish kerak.
Wow, jodugar. Yo'q. Endi aniq. Hozir borsam. Yo'qol. Yo'qol lapris. Hozir borsam jodugarni o'ldira olamanmi? Men buni uddalay olamanmi? Chiq. Lapris. Ey yaramas. Yo'qol. Ikkita skelet birdaniga qanday bunday bo'lishi mumkin? Jonim oz qoldi. Inayni eri. Tepadan hujum qilma, hozir o'laman. Voy, apres. U qayoqdan urdi meni? Qayoqdan urdi? Tepada ham yo'q edi. O'lasan. Demak, qilichim tushib ketgan, to'g'rimi? Shunday. Olib chiqamiz. Suvak. Deyarli hamma narsa mana shu yerda ekan u. Ovqatga qaramabman, suvga qaramabman, havoga qaramabman. Gapirishni vaqtimiz hozir. Tezroq chiq. Hozir o'laman. Mana o'laman. O qilichim turibdi. Endi jang qilishni vaqti yo'q. Jang qiladigan payt emas. Okajonlar, meni kechiringlar. Deydigan vaqt emas hozir. Ke. Ma. Sol. Ot. Apris. Hozir o'laman. O'lishimga oz qoldi lekin. Ovqat yeb olamiz. Va sekingina borib jodugar jonni yo'q qilamiz. Yo'q, nima creeper tomonga sakraysan? Voy bile. Nechta narsam yo'q bo'lib ketdi. Menim yo'q bo'lmadi, chunki portlaganda men o'ldim. Narsa yo'q bo'lmaydi u payt menimcha. Mana do'stlar, yorug' ham tushdi. Ancha narsali bo'ldi-yu, daraxtimiz o'zi o'sibdi do'stlar, o'zi vaqt yetib kelibdi. Daraxt chopib olamiz. Xullas, tunda juda ham moblar berdi, ko'p tug'iladigan bo'lib ketdi. Keyin bitta joy qilamiz. Faqat o'sha yerda tug'iladi. U olma tushdi, yaxshi, olti olma yasaymiz. Daraxt menimcha ikkitadan ko'p tushdi. Daraxtlarni mana shu yerlarga ekib tashlasak, 3 ta tushibdi. Osonroq o'sish uchun oraliq masofasini kattaroq qilamiz. Keyin bizda mana u ham o'sgan bo'lsa kerak deb o'ylayotgandim. Mana hozir bunday qilamiz. Bunday. Mana.
Kattaroq polis qilib qo'yamiz endi. Ana bo'ldi ana. Hamma narsa yetarli bo'ldi. Sugar nimadan tushardi bu hali? Shakar qamishdan tushardi. Ha, menga anaqa tushibdi, nima deydi? Jodigarni o'ldirdim. Keyin, bu yerda biz hozir naqa qilishimiz kerak. Janoblar kelinglar, ovqat tarqatilmoqda tekinga. Kelganlarga 10 mingdan. Ikkitadan qolishibdi ikkalasi ham. Qo'ydi hali havorangini menimcha anaqa o'ldirib qo'ygan. Kelinglar. Qoch. Kelinglar mana. Janoblar kelinglar. Janoblar, sizlarga ham bor. Kelinglar. Davayki g'ami. Hozir mana shunday qilib turmasak. Bitta urug'da olib turamiz. O'smagan, hali beri o'smagan qaysi? Mana shu. Kelinglar. Shu yana chiqishdi, yana nima bo'lishdi. Kelinglar mana. Aqlsizlar. Ke. O ana. Bu yerga bizga bitta yo'lcha qilib qo'yamiz. Bo'ldi mana. Qo'ylar ko'paytirish kerak. Qo'ylar hali beri ko'paymaydi ekan. Endi cho'chqa kerak emas bizga. Yana daraxt o'sdi. Irg'itib yuboramiz. Cho'chqa qaram. Mana daraxt yaxshi o'syapti, chunki kun o'tib bormoqda, shu sababdan daraxt ham yaxshi o'syapti, tez o'syapti orolda. Daraxt o'sishi ham kerak-da bizga, chunki daraxt o'smasa biz nima qilamiz? Sandiq qilib o'sha yerda sandiqda xavfsiz joy qilib mana shu yerga uy quramiz endi o'zimizga. Mana shu yerga. Tezroq mo'lar ham o'ssa yaxshi shulardi. Bitta urug' olib yurishim kerak ekan o'zim bilan. Shiya chiqib qolmadi. Temirimiz pishibdi 14 ta. Endi bunga nimalar yasaymiz? Ma'noli narsalar yasashimiz kerak. Birinchi o'rinda temir kirka, paqir albatta kerak bo'ladi. Jajgalka kerak. Keyin bolt yasasammikin, qilich yasasammikin. Yetakki ikkalasiga. Keyin bitta kamon yasaymiz. Temir lapata bo'ldi. Endi biz sondiq yasaymiz. Sondig'imizni bo'lsa biz qo'yerga qo'yamiz, qo'yerga. Mana shunday qilamiz. Ertaga ozgina bunkercha qilamiz, kichikroq. Kichkinaroq. O'sha yerga hali kech payt hali kerak emas bo'lsa narsalar mana shu yerga qo'yib turamiz narsalarimiz. Keyin mana shu yerga tushib turamiz kech payt uxlaydigan joyimiz mana shu yer bo'lib turadi. Nimcha omadliman, omadni qaranglar temirda. Temir kelyapti. Ketmasdan ham kelyapti-yu temirlar.
Ametis ko'payib ketdi. Ha mayli, mana uni ne qilaylik? Yo'q. Ne qilamiz? Tepasiga tushamiz. Temir qolganmizda. Qolmasa ham bari bizda bor. Bunga nima solamiz? Hozircha kerak bo'lgan narsalarni. Kerak bo'lmagan degan. Hozircha suv ham kerak emas. Muv ham kerak emas. Tosh kerak bo'ladimi? 10 ta yetadi. Kelgan. Yo'q, temir kerak. Bitta mana uni solib qo'yamiz. Bo'ldi. Yomg'ir yog'yapti. Versiya qo'yamiz bu yerga. Tayoqcha qani? Tayoqcha yozamiz ko'pgina. To'qqizta. Mayli. Deyarli yetadi. Hozir. Boshqa umuman daraxtimiz qolmadi do'stlar hozir. Bizda bironta ham taxta yo'qmi? Yo'q. Taxta qolmabdi. Lekin cho'p bor. Endi bunga biz emas, qilichimiz bor, boltamiz bor, kirkamiz da bor. Bu ha, bunga pishyapti. Bunga nima solsak bo'ladi? Ha. Qum solib qo'ysak bo'ladi lekin. Endi do'stlar, nima qilasiz hozir desanglar, bu yerga yuquramiz biz. Mana shu tomonga. Mana shuni olib tashlaymiz. Do'stlar, qorong'i tushdi birpasda. Fakel yasamas bo'lmaydi hozir. Fakel yasab hamma yoqda yoritamiz. 36 ta. Chunki ovqatimiz ham yo'qda bizda. Ovqat ham oz. Hozir o'lib ketaman-da. Jonim to'la lekin yaxshi. Qo'rqib ketdim nima ekan deb. Minecraftda menga eng yoqmagan hayvon qaysi bilasizlar? Mob degan. Voy balet. O'ldirdi shuncha qilganim. Menga eng yoqmagan mob bu o'rgimchak bo'ladi. O'rgimcha vapshi menga yoqmaydi. O'lib qolaman-da. Bu yoqqa hozircha bormagan yaxshi, menimcha. Voy dalbeyo'q.
Yo'q. Ey, jichchaga sabr qilib turinglar. Men narsalarni olay, keyin urishaman. Palagat miydi ekanda bularchi. Yaxshilikni bilmagan. Sen yana qaydan kelding? Bitta. Voy biling. Yorug' tushsin tezroq, bo'lmasam bo'lmaydi. Bo'ldi. Qochila. Pidaros. Mayarlarni bo'qini chiqardi. Sen nimaga kelyapsan? Senga nima bor bu yerda? Bu Minecraftda do'stlar, aytishlar mumkin, anaqa oltin olma yasab to'g'illa deyishlar mumkin. Oddiy qishloqqa qilgan bilan baribir undan narsa sotib olmaydi bu Minecraftda. Shuning uchun kerak emas menga. Bo'lishi mumkin, endi biror narsa qilib, bali narsalar yaratib narsalar qilishimiz mumkin. Lekin baribir qishloqda narsa sotib olmaydi. Keyin qilaman, men baribir qishloqqa yarataman. Urushyapti ikkita jin. To'poy. Yo'qol вообще. Yo'qol. Voy pidaras, nima qilyapsan sen bu yerda? Nima o'sasan? Shuncha payt o'smasdan turib. Nima orqamni to'sadi daraxt. Ma. Jonga tegishgina. Mana o'ldirib hamma narsalar deyarli anaqa olib. Endi nima qilish kerak? Mana shu yerni to'g'rilash kerak. Hamma yo'llarni to'g'rilab oldim do'stlar. Bugungi qismda shuncha narsa yetadi, shuncha narsa topdik. Menimcha normalniy bo'ldi degan umiddaman. Like va obuna qo'yish esdan chiqmasin va biz keyingi qismini tez kunda olamiz. Va xayr. Sog' salomat bo'linglar do'stlar. Sizlar bilan Dragon bo'ldi qisqa vaqt ichida va yarim soat ichida, ya'ni. Xayr, sog' salomat bo'linglar do'stlar. Keyingi qismda mob ferma quramiz. Bu yerni juda ham katta qilib tashlaymiz. Mana bu chiroqlarning o'rniga nezerga borib turib, nezerdan anaqa narsalar, chiroq toshlar olib kelib, shunaqalar qo'yamiz do'stlar. Bu yerni yoritamiz. Bu yerda umuman hayvon mob tug'ilolmaydigan qilib qo'yamiz va bu yerni juda ham rivojlantirib, o'zimga juda ham katta baza quraman. Xayr, sog' salomat bo'linglar.